zo'r narsa. Islom dini o'zi dinga uncha yaqinlashmayman degandim, mana shu yerda majbur bo'lyapman gapirishga. Zo'r narsa lekin. Islom dini deydi, sizni hech qachon ulug' qila olmaydi deydi. Yaxshilab eshitinglar. To'xta, men so'kmay turinglar birinchi. Islom dini deydi, sizni hech qachon ulug' qila olmaydi deydi. Lekin deydi, qarang, lekin siz deydi, islomni ulug' qilib bera olasiz. Ma'nosini kim tushundi? Kim tushundi hozir? Islom o'zi zo'r. Haqiqatdan zo'r. Rosa chiroyli. Lekin o'shani siz bilan biz ko'rsatib bera olmayapmiz. Nima uchun? Albattaki bilim yo'q. Agar bizda bilim bo'lsa, hammamiz bilimli, ilmli, o'sha Alloh aytganda yo'l bilan yuradigan bo'lsak, siz bilan bizni qudratimiz shunchalik kuchli, biz islomni chiroyli tarafini ko'rsatib bera olamiz. Bandasi ko'rsatib bera oladi. Lekin islom dini bizga o'shani bizni ulug' qilib bera olmayapti. Islom dini bizni ulug' qilib bera olmayapti. Nima uchun? Sabab uni bizga kuchi yetmayapti. Biz bebilimmiz. Agar biz bilimli bo'lsak, biz o'sha islomni chiroyli tarafini siz bilan biz ko'rsatib bera olamiz. U uchun bizga nima kerak? Albattaki bilim kerak. Bu yoqdan kelsangiz ham bilim kerak, bu yoqdan kelsangiz ham bilim kerak. Faqat bilim orqali, qizlar, boshqa yo'li yo'q. Kim nima desa to'g'risi, 55 ga kelib, men o'sha 100% amin bo'ldim. Faqat bilim, bekorga aytmagan ekan ota-bobolarimiz. Beshidan qabrgacha ilm, beshidan qabrgacha ilm. Mana shu bilim orqali Alloh bilan tanishdim men. Oldingi Alloh menga yoqmasdi. U meni yondirardi, kuydirardi, so'rasam bermasdi, ish qilib qachon berar ekan, bu deb o'tirardimmi deb men tanimasdim. Ya'ni tanimasdim. Shuning uchun uni yomon ko'rardim. Jazomni bersa yomon ko'rardim, kambag'al qilib qo'ysa yomon ko'rardim deb men. Bormi, yo'qmi o'zi? O'sha 50 ga yaqinlashyapman, hech birim ikki bo'lmaydi deb yurardim-da. Keyin mana bilim olgandan keyin men ko'p narsani tushundim-da. Hammasi o'zimizda ekan-ku dedim. Bilim orqali men Alloh bilan tanidim va uni sevdim. Uni tanisangizgina sevasiz. Tanimasangiz seva olmaysiz. Hech qaysing tanimaysan-ku Allohni. Ya'ni Allohni yaxshi ko'raman deysan. Qanaqa yaxshi ko'rasan? Tanimaydigan odam qanaqa yaxshi ko'rasan?